Mukashafatul Qullub davomi. U kunda barcha ummatni dahshat va iztirobdan tiz cho'kkan holda ko'rasiz. Har bir ummat o'z namoyi amaliga chaqirilib, so'ngra ularga deyilur: bugun qilib o'tgan amallaringiz natijasi bilan taqdirlanursiz. Joziya 28. Insonlar jahannamga yaqinlashgan vaqtlarida jahannam g'azabidan o'kirayotgan bo'ladi. Holbuki bu o'kirish va jazava 500 yillik masofadan eshitiladi. Shu payt barcha insonlar, hatto payg'ambarlar ham voy jonim deyishib o'z dardlariga qovuriladilar. Faqat payg'ambarlarning eng sarasi Muhammad alayhissalom o'z jonini unutib va voy ummatim deya nola qiladi. Shunda jahannamdan tog'day mahobatli olov parchasi chiqadi va Muhammad payg'ambarimizning alayhissalom ummatlari bu olov parchasini daf qilmoqchi va o'zlaridan yiroqlashtirmoqchi bo'lib, namoz o'qiganlar, ro'za tutganlar, haqdan yuz o'girmaganlar va ixlosli kishilar haqqi qayt, orqaga ket deydilar. Lekin u ketmaydi. Shu payti Jabroil farishtalarning ovozi guldiraydi. Olov parchasiga Muhammadning ummati qasd qilayotir. So'ngra Jabroil bir bardak suv keltirib payg'ambarimizga uzatarkan: ey Allohning rasuli, buni oling, olov ustiga seping deydi. Payg'ambarimiz suvni olib olovga sepadi. Odamlar olov darhol so'nganini ko'radilar. Payg'ambarimiz Jabroildan so'raydi: ey Jabroil, bu suv nima edi? Jabroil javob beradi: ey Allohning rasuli, bu ummatning orasidagi osiylarning yolg'iz Allohdan qo'rqib oqqizgan ko'z yoshlari. Hozirgina menga olovga sepib, sochib o'chirishni uchun senga berishim amr etildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday duo qilardi: ey Alloh, menga vafot etmasimdan oldin sendan qo'rqib yig'laydigan ikki ko'zni ato et. Umr o'tdi, kechirgaysan, ilohim, ko'zim yoshli, axir ko'p-ku gunohim. Yana payg'ambarimizdan naql etilgan bir xabar shu mazmundadir: iymonli kishi yolg'iz Allohdan qo'rqqani sababli ko'zidan pashsha boshichalik yosh to'kkan bo'lsa, bu yosh issiq yanog'ini ho'llagan bo'lsa, u kimsaga jahannam olovi hech teginishi mumkin emas. Hikoya qilishlaricha, Muhammad ibn Munzir yig'laydigan paytlarida yuzini va soqollarini ko'z yoshlari bilan yuvar va bunday der ekan: eshitishimcha, ko'z yoshlari tekkan yerga jahannam olovi tegmasmish. Keltirilgan bu naqllarning hammasi ko'rsatib turibdiki, haqiqiy musulmon Allohdan va berajak azoblardan qo'rqishi va nafsining shahvoniy istaklaridan qochishi kerak. Shuning uchun ham Alloh taolo marhamat qiladi. Bas o'shanda kimki dunyoda haddan oshgan va dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina unga makon bo'lur. Ammo kimki Parvardigorning huzurida turishi va hisobot berishidan qo'rqqan va nafsini havolashidan qaytargan bo'lsa, bas faqat jannatgina unga makon bo'lur. Naziyat
37-41. Zaharrur Riyozda keltirilgan xabarda payg'ambarimizdan naql etiladi. Jannatiy kishilar jannatga kirgan vaqtlarida farishtalar ularni turli tuman taomlar, anvoyi mevalar, go'zal mehmonxonalar va yotoqlar, xullas aqlga kelishi mumkin bo'lmagan har turli ne'matlar bilan kutib oladilar. Shu bilan birga bu jannatiy kishilarning holidan bir xayolchanlik yuzlarida bir hayronlik alomatlari seziladi. Alloh so'raydi: ey bandalarim, bu xayolchanlik, hayronlik nechun? Bu yer shunday joymidiki, jannatiy bandalar bizga bir va'da bor edi, uning vaqti kelmadimi, deydilar. Alloh farishtalariga buyuradi: yuzlaridan pardalarni ko'taring. Lekin farishtalar deydilar: ey Robbimiz, ular sening jamolingga qanday qaraydilar? Ular dunyoda sendan norozi bo'lishgan edi. Alloh taolo: ko'taring pardalarni. Ular dunyoda mening buyurganlarimga rioya qiladilar, sajdaga bosh qo'yadilar, menga etishish orzusi bilan ko'z yoshlari to'kiladilar, deydi. Amr shunday bo'lgach, pardalar ko'tariladi. Jannatiy kishilar Allohning jamolini ko'rganda sajdaga tiz cho'kadilar. Alloh taolo buyuradi: ey bandalarim, boshingizni sajdadan ko'taring. Bu yer ibodatgoh emas, izzatu ikromxonadir. So'ngra ularga yuzlanib jilva qiladi va salom sizga, ey bandalarim, men sizdan roziman, siz ham mendan rozimisiz, deb so'raydi. Ey Robbimiz, biz sendan nega rozi bo'lmaylik? Sen bizga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va hech bir kimsa xayoliga keltirmagan ne'matlarni berding, deydilar. Ular ham Alloh taoloning ma'naviy 2 oyati shu haqiqatdan dalolat beradi. Parvardigorlari huzuridagi ularning mukofotlari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi mangu bog'larda ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidir. Ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu mukofot Parvardigoridan qo'rqqan kishi uchundir. Bayina 8. Ularga rahimli Parvardigor tomonidan salom aytilur. Yosin 58. Sabr va xastalik. Kimki Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lmasdan rahmatiga noil bo'lgan holda jannatiga kirishni istasa, nafsini xoyu havasini tiysin. Qiyinchilik, musibatlarga chidab sabr qilsin. Bu xususida Alloh taolo deydi: Alloh esa sabrlini sevar. Oli Imron 146. Sabr toqat qilish, Allohga itoat etish, Alloh harom qilgan narsalardan tiyilish va biron musibatga uchraganda sabrli bo'lish kabi bir qancha turlarga bo'linadi. Kim Allohga itoat etishda ana shu tarzda sabr toqatli bo'lsa, Alloh unga qiyomat kuni jannatda yer bilan osmon orasida keladigan 300 yil daraja ato etadi. Yana kimki Alloh harom qilgan narsalaridan tiyila olsa, qiyomat kuni unga 600 daraja ato etiladi. Kimki bu dunyoda duch kelgan mashaqqat va musibatlarga chidab Alloh buyurganlariga rioya qilsa, jannatda unga 700 daraja
daraja ato etiladi. Aqlli musulmonga yarashadigan eng to'g'ri harakat har qanaqa holatda bo'lmasin, bu dunyoda balo musibatlarga sabr etib o'z holidan shikoyat qilmaslikdir. Chunki eng og'ir musibat payg'ambarlar va avliyolarga kelganini anglamoq lozim. Junayd Bag'dodiy rahimahulloh aytadi: balo va musibat oriflar, donolar uchun qandil, Alloh yo'lini tutganlar uchun tarbiya vositasi, iymonlilar uchun ayb kamchiliklarni tuzatish yo'l va g'ofillar uchun esa o'lim xabarchisidir. Kimki musibatga duchor bo'lganda o'z roziligini namoyon etmaguncha va sabr qilmaguncha iymon ta'mini totmaydi. Zero payg'ambarimiz dedilar: kimki bir kecha xastalansa-yu unga sabr qilsa, Allohga shikoyati bo'lmasa, onasidan tug'ilgan kunidagidek gunohlaridan forig' bo'ladi. Ey Muhammadim, xastalangan paytingizda Allohga shikoyat qilguvchi bo'lmang. Ey ummatim, xastalangan paytingizda Allohga shikoyat qilguvchi bo'lmang. Muaz ibn Jabboldan naql etilgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: Allohning mo'min bandasi xastalikka mubtalo bo'lgan chog'ida Alloh gunohlarini yozib boruvchi farishtalarga uning daftaridan qalamini ol, bandam qilgan amallarini eng chiroylilarini yoz deb buyuradi, dedilar. Payg'ambarimizdan rivoyat qilingan boshqa xabarda biron iymonli banda xastalangan paytida Alloh unga 2 farishtani yuborib: qaranglarchi, bandam nimalar deyapti, deydi. Agar banda alhamdulillah desa, Allohning bundan xabari bo'lsa-da, farishtalar ham bu so'zni Rabbiga yetkazadilar. Shunda Alloh taolo ular bandamni shu xastalik holida jonini olsam jannatga kiritaman, agar unga shifo bersam eti va qonini pokizroq et va qonga aylantirib gunohlarini mag'firat qilaman, deydi deb keltirilgan. Faqih va muqaddis ibn Ato degan zot kishining to'g'ri va egriligi, mo'min yoki osiyligi sog'lik va musibat paytida aniq bo'ladi. Agar salomat paytida shukr qilsa-yu biron musibat duchor bo'lganida Allohga zararlanaversa, demak u rostgo'y emas. Agar biron kimsa katta olim bo'lsa-yu boshiga g'am tashvish tushganida shu bois Allohga qarshi shikoyatlanib bersa, unga na ilmi, na go'zal amallari foyda beradi, deydi. Shuning uchun ham Alloh taolo bir hadisi qudsiyda bunday deb buyuradi: kimki mening taqdirimga rozi bo'lmasa, boshiga tushgan kulfatlardan shikoyatlansa, u o'ziga mendan boshqa iloh topib olsin, deyilgan. Vahb ibn Munobbih aytadi: payg'ambarlardan biri 50 yil ibodat qiladi, so'ngra Alloh vahiy yuborib uni afv etganini bildiradi. Payg'ambar: ey Robbim, mening nimamni afv etasan, men gunoh qilmagandim-ku, deganida Alloh uning qil tomiriga tinmay urib turishini buyuradi va u tuni bo'yi uxlamaydi. Erta bilan kelgan vahiy farishtasiga shu haqida shikoyat qiladi. Shunda farishta uning 50 yillik ibodatini ana shu tomir urishidan qilgan shikoyatidan past turadi, deydi.